Mamlakatdagi hayot darajasi va sifati haqida ma'lumot beradigan eng muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri bandlik darajasidir. Bu borada hududlarda tashkil etilayotgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari muhim ahamiyatga ega. Navoiy shahrida o'tkazilgan yarmarkada aholi va yoshlar o'z mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashish imkoniga ega bo'ldilar. Mamlakatimizda har bir inson o'z qobiliyati, bilimi, tajriba va imkoniyatlarini to'la namoyon etish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Qolaversa, bandlikka ko'maklashish, oilalarning moddiy sharoitini yaxshilashga yordam ko'rsatish hamda ishsizlikka barham berish kabi vazifalar doimiy e'tiborda. Navoiy viloyati hokimligi tashabbusi bilan o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida ham aynan shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Unda aholi, ayniqsa yoshlar ish beruvchi taklif etayotgan ish o'rinlari, u yerda yaratilgan mehnat sharoiti bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bugungi kunda Navoiy viloyatida 12 mingdan ziyod bo'sh ish o'rinlari mavjud. Fuqarolarimiz kelib, o'zlari tanlab, o'sha ish o'rinlari bilan tanishib, bugungi jarayonda 50-60 ta odam bugun o'zida ishga joylashadigan bo'ldi. Qolganlari murojaat qildi, yo'llanmalarini oldi. Tashkil etilgan ushbu tadbir orqali ko'plab aholining bandlik masalasi o'z yechimini topdi. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi amaliy tadbirlar kuchli ijtimoiy himoyaga asoslangan siyosatimizning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, aholi turmush darajasini yaxshilanishi, oilalarda farovonlik va to'kinlik barqaror bo'lishining bosh omili bo'lib xizmat qilmoqda.